Pillapoyalar. Ularning past va balandligi hayot pillapoyalariga qiyosdir. Har bir pog'ona hayotdagi bir bosqich misol. Inson yuksaklikka intilib yashar ekan, bu yo'lda o'z irodasi, aql zakovatini charxlab boradi. Turmush so'qmoqlarida uchraydigan to'siqlarni yengish uchun sabr, bardosh, matonat zarur. Yo'l qo'ygan xatolarni tan ola bilish uchun jasorat darkor. Inson o'zidan keyin yaxshi nom qoldirishi kerak. Yashashdan asl maqsad ham aynan shu. Xormang. Yaxshimisiz? Rahmat. Kechga olib ketibsizmi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Topshiradigan hujjatim bor edi. Kompyuterim nimagadir ishlamayapti. Shuni ko'rib bersangiz degandim. Jonim bilan lekin navbatchilikdaman. Eshiklar qulf bo'lsa, kim ham kirardi? To'g'ri-ku, ammo iltimos yo'q demang. Shundoq borasiz, sizdan boshqa iltimos qiladigan odamim yo'q. Iltimos qilaman. Bu yerga tashlab keta olmayman, tushunsangiz-chi? Endi nima qilaman? Shunchalik zarur hujjatmi? Juda ham zarur hujjat. Agar topshirmasam, ishdan haydab yuborishlari mumkin meni. Yo'q.
unday bo'lsa mani qabul qilchi. Rahmat. Ikkinchi tinchmi? Zokir aka tinch. Yur. Choymi, qahvami? Nima damlab beray? Qahva bo'lsa yo'q demas edim. Avval mana buni shunday qarab beray keyin. Xo'p. Kompyuter ishlayapti-ku. Kompyuter ishlayapti, lekin yozgan narsamni nimagadir chiqara olmayapman. Balkim printer kuyib qoldimikin. Xo'sh. Alo. Alo. Qiziq, ulanmayapti-yu, a? Ishlamayaptimi? Qanaqadir shovqinlarni, g'alati ovozlar kelyapti. Balki poyezdda signal yo'qolgandir. Yo'q, qizim. Men poyezdda ko'p yuraman. Poyezdga chiqishim bilan bolalarimga qo'ng'iroq qilardim. Oydekkina ishlardi. Endi bolalarim xavotir oladigan bo'ldi-da. Shu paytda ham ishlamay qoladimi, qizim? Balki bilmasdan men qaysidir tugmachalarni bosib yubordim shekilli. Qarab bering. Bilmadim, xolajon. Men umuman qo'l telefonni ishlatmaganman. Shunaqa deng. Shunaqa qilib, ha, institutni tugatganman dedingizmi? Ha, Men tugatganman. sizni ko'rinishingizdan talaba bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Ha, yaxshi. Qani, oling, choydan iching. Kartrij yo'q-ku. Kartrij. Ha, esim qursin. Yigitlar almashtirib beraman deb olishgandi. Qarang, qo'yib qo'yishmabdi. Qahva uchun rahmat. Qahva. Hozir damlab beraman. Hazırlashdim. Qoidani buzib, joyimni ham tashlab kelgan edim.
Men boray. Siz ham tezroq bo'la qoling. Xo'p, rahmat. Mayli. Marhamat. Nima qildik? Keyingisini ko'rchi. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom. Bizni ham joyimiz shu yerda ekan. Kela qolinglar. Qani, Rahmat. o'tiringlar. Rahmat. Yaxshimisizlar, bolalarim? Yaxshi, Bir rahmat. nav yuribmiz. Yo'l bo'lsin. Uzoqqami? Ha, Gulistonga ketayotgandik. Bizdan oldinroq uylarda bo'larkansizlar-da. Yo'q, uyga emas. Ish bilan safarga ketayotgandik xolajon. Ha. Sizlar qayoqqa ketyapsizlar? Ha, bizmi? Ha. Biz Toshkentga. Ha. Qaranglar. Poyezdlarni yaxshiligini. Hattoki silkitmaydi ham. Xuddi samolyotda ketayotgandaysan-a. Har yarim soatda tag'in eshikni ochib, kamchiliklar yo'qmi deb qo'yishadi, ha? Ha, mana choylarni ham olib kelib berishdi. Ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, bolam. Hamma narsa bor. Rahmat. Xo'p, yaxshi o'tiring. Baraka toping. Rahmat. Xolajon, Labbay. sizlar ona bola bo'lsanglar kerak, ha? Topdimmi? Topdingiz. Unda tanishib olsak, xolajon. Xo'sh. Meni ismim Ne'matjon. Iqtisodiyot universitetini tugatganman. Bu esa do'stim Iskandar. Kollejni bitirgan. Bu yil institutga harakat qilmoqchi. Shunaqa deng, tushunarli. To'g'rimi Iskan? Shunday. Yaxshi bolam, o'qish kerak, ilm olish kerak. Ha, to'g'ri aytasiz, xolajon. Singlim o'qishga kirmoqchi bo'lsalar kerak, ha? Yo'q. O'qishni bitirganman. Yo'q, rostdanmi? Eshitdingmi, Iskan? Sir bo'lmasa, qayerda o'qigansiz, Sir singlim? emas. Axborot texnologiyalari universitetida. Yo'q, qoyil singiljon, qoyil. Kollej o'quvchisiman desangiz boshqa gap edi. Qizim, Ha? anavi diploming yoningdami? Ko'rsat. Ko'rsat. Hozir. Ko'rsat. Ana hozir. Aha, yaxshi. Ko'raylikchi. Mana. Qani ko'rsam bo'ladimi? Ha, albatta, bemalol. Oho. Diplom oddiy emas, qizil ekan. Ko'ryapsanmi, Iskan? Ochib ko'rsam maylimi? Bu ismlari Dilafruz ekan. Yaxshi. Qoyil. Siz bilan bitta kupeda ketayotganimdan behad baxtiyorman. Hurmatli qizil diplom sohibasi Dilafruz Soatova.
Gap yo'q, qoyilman. Xo'sh, endi ishondingizmi? Ishondim xola, ishondim. Baxtli ekansiz. Ajoyib qizingiz bor ekan xolajon. Ha. Qaniydi? Meni shunday qizim bo'lgandamidi? Farzandingiz yo'qmi? Nega endi? Bor, Xudoga shukr. 3 ta pahlavondek o'g'lim bor. Shularni boriga shukr. Ha, qizim yo'q deng. Shunaqa. Ha, unda ona bola tutinib qo'ya qolinglar. Tamom, vassalom. Ha. Shunday qilmaymizmi, Dilafruz? Mayli xolajon, roziman. Ana. Juda soz. Unda qiz sizga muborak bo'lsin, xola. Ha, rahmat, rahmat. Ha. O'g'lim, Xo'sh. mana bu telefoni binoyidakkina ishlab turgandi. Aha. Shu birdaniga soqov bo'ldi qo'ydi. Mabodo tuzatib bera olmaysizmi? Qani? Men tushunmayman-da sirayam. Bir ko'raychi. Kechirasizlar. Alisher Ne'matjonov bu yerda yo'qmi? Yo'q. Biz oramizda unaqa odam yo'q. Xo'p, unda uzr. Mayli, mayli. Xo'sh. Xolajon, ishlashi yaxshi-yu. Signali ham bor. Ha, menimcha liniyadan biror nosozlik bo'lgan bo'lsa kerak. Qaysi kompaniya o'zi? Voy. Bilmayman-a. Men haligi o'zimga kerakli tugmachalarni bosishni bilaman, xolos. Hech ham tushunmadim-da shu telefonga. Bolalarim xavotir olishadigan bo'ldi-da. Xolajon, Ha? shu ham muammo bo'ldimi? Ha, keling, meni telefonimdan foydalana qoling. Mang. Voy, gaplashsam bo'ladimi? Voy, bemalol, xola. Lekinchi unaqa ko'p gaplashmayman. Darrov bo'ladiganini gapiraman. Xo'p, bemalol. Shunaqa terardi shekilli. Bilmadim. Voy. Men bunga tushunmayapman-ku. Ha, men aytib turay. Aha, bering. Raqamlarini o'zing terib bera Yaxshi qol. xolajon. Qani aytingchi? Hozir yodlab olganman. 7 6 4 2 ta 6 edi. Keyin 2 3 edi. Ha, to'ppa-to'g'ri xuddi shunday. Mana xolajon, Bo'ldimi? bemalol gaplashishingiz mumkin. Voy, rahmat bolam. Darrov gaplashib qaytarib beraman. Xo'p. Alo. Ha, dadasi, men poyezddaman, yaxshiman. Bolalar yaxshimi? Bo'pti. Ha, keyin yana qivorarman. Xo'p, bo'pti. Rahmat. Mana. Darrov, a? Ha, bo'ldi. Ha, xolajon, qarz bo'lib qolishdan qo'rqdingiz, a? Yo'q, nega endi? Ortiqcha gapni gapirib nima qilaman? Bo'ladiganini gapirdim-da, bolam. Xola, nimaga achinasiz? Buni pulini ishxona to'lasa, bemalol gaplashavermaysizmi? Voy. Axir ishxonani pulini ham bekorga ishlatish yaxshi emas-da. Bunaqa qilib bo'lmaydi, bolam. Ko'kka sovurib bo'lmaydi ishxonani pulini ham. Ha, xolajon, to'g'ri aytasiz lekin. Chiroqlarni o'chirdim. Kompyuterni ham. Derazalarni yopdim. Ishingizni bitira olmagan bo'lsangiz kerak. Ertaga vaqtliroq kelib tugatishga harakat qilaman. Lekin mendan bir piyola choy qarz bo'ldingiz. Keyingi safar choy ham, qahva ham bo'ladi. Rahmat. Yaxshi qoling. Ofisimiz nimagadir tinchmi? Hayya. Tinch. Kim biladi deysiz? Balkim ertaga shovqin bo'lar. Yaxshi qoling. Xolajon, mana 5 daqiqadan keyin bizni manzil. Yetib ham keldik. Ha, yaxshi. Iskan, daftarchamni olib. Hozir. Voy, bir ham yaxshi o'tiruvdik-a bular bilan qizim. Zerikma, gaplashib ketayotgandik. Tushib qolishsa, endi ikkalamiz qolar ekanmiz-da, qizim. Ruchkamni berib yubor. Mana. Xo'sh. Mana bu meni telefon raqamim. Agar telefon olsangiz birinchi bo'lib menga qo'ng'iroq qilasiz, xo'p? Rahmat. Lekin hali beri telefon olmasam kerak. Bilmadim-u, lekin meni birorta ishim telefonsiz bitmaydi.
Lekin albatta telefon olishingiz kerak. Telefon ishingizni ancha yengillashtiradi, singlim. Ha, bizni manzil, yetib kelibmiz. Xolajon, yaxshi yetib olinglar. Mayli. Siz ham sog' bo'ling. Qani iskan ketdik. Yaxshi yetib olinglar. Xo'p, hay. Sog' bo'linglar. Yaxshilikda Mayli, yaxshi ko'rishaylik. bo'ling. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Odobli yigitlar ekan. Oq yo'l sizlarga. Qarang, u ana xayrlashishyapti. Qayerga xolajon? Men bir aylanib kelay. Xo'p. Mayli. Issiq choy olib kelishsa olib qolarsiz. Xo'p. Oy. Bo'lishi mumkin emas. Dilafruz. Mana keldim qizim. Zerikmasdan o'tiribsizmi? Qancha edi? 200.000. Ha. Sizgina shuncha pul. Ha, qo'lginasi sinsin o'sha o'g'ri yashamagurni. Qo'lginasi sinsin ha. Eshitaman? Qachon? Nega shu zahotiyoq xabar qilmadinglar? Nima gap, Alisher? Bosh kompyuterga bir gap bo'lganga o'xshaydi. Kompaniyani aloqa tizimi ishdan chiqa boshlabdi. Qachon ishdan chiqibdi? Kecha kechqurun soat 11larda. Unda hoppa. Mijozlar nima bo'ladi? Mijozlar aloqani tiklamasak boshqa kompaniyaga o'tib ketishadi. Ha. Ancha vaqt o'tibdi. Tezroq yetib borishimiz kerak. Hadi. Nima? Mashinang tayyormi? Tayyor. Xo'sh, oling. Oyi, biz ketdik.